16 qism. Soy askarlar hech qanday tovushsiz xuddi qora shamol kabi harakat qilishardi. Zulmat ritsarlar ularning zarbalari oldida xuddi qog'ozdek titib ketishdi. Silya o'zining oltin qilichini ushlagancha hayratda qotib Shiorining ortidan kuzatib borardi. Shiori yozning ovozida Silyaga qaramasdan: "Hayron bo'lma, Silya, men o'shanda senga yutqazishni tanlagan edim, chunki bu dunyodagi nafrat zanjirini uzishning yagona yo'li hukmdorning o'limi deb o'ylagan edim. Lekin endi tushundimki, zulmatni faqat qat'iy tartib bilan jilovlash mumkin." Silya ovozi titrab: "Demak, sen o'shanda ataylab o'zingni o'limga topshirgan ekansan-da. Shiori, sen men o'lgandan ham ulug'vor bo'lgansan, lekin bu soy askarlar, ular naqadar sovuq, qo'rqchi, faxr bilan. Bu askarlar hukmdorimizning irodasidan yaralgan. Ular charchashni ham, qo'rqishni ham bilishmaydi." Zulmat ritsarlar Shiorining soy askarlari tomonidan butunlay yakson qilindi. Jang maydoni sukutga cho'mdi. Silya hali ham o'ziga kelolmay Shiorining ortidan hayrat bilan borardi. Ular nihoyat Iblislar saroyining ulkan qora toshlardan qurilgan darvozasiga yetib kelishdi. Shiori soy askarlariga ishora qilib: "Yashirining." Bir lahzada mingta soy askar Shiorining soyasiga singib ketdi. Go'yo hech narsa bo'lmagandek bo'lib qoldi. Silya pichirlab: "Shiori, sen bu darajadagi kuching. Agar buni dunyodagilar bilsa, senga nisbatan munosabat qanday bo'lishini tasavvur qila olmayman. Hatto men ham hozir senga dushman emas, ittifoqchi ekanidan xursandman." Shiori sokinlik bilan: Dunyodagilar buni bilishi shart emas. Men tinch hayot kechirishni istayman, Silya. Lekin bu ichkaridagi soxta hukmdor mening tinchligimni buzmoqchi." Darvoza o'z-o'zidan ochildi. Taxt xonasining ichkarisida balandda bir kimsa o'tirardi. Uning yuzi niqob bilan to'silgan, qo'lida esa Shiorining o'tmishdagi mashhur zulmat qilichi turardi. Soxta hukmdor kulib: "Xush kelibsan, sobiq qirolicha, yoki seni logika deb chaqiraymi? Bu kichkina va zaif odam tanasida o'zingni qanday his qilyapsan?" Shiori ko'zlari porlab: "Mening qilichimni ushlashga qanday jur'at etding, Vork? Sen faqat mening soyalarimga qarovchi bir xizmatkor eding." Vork niqobini yechib: "Eding? Sen o'lganingdan bizni tashlab ketding. Endi bu dunyo meniki. Mana bu qahramon ayolni ham o'zing bilan olib kelganing yaxshi bo'pti. Ikkalangizni ham bir yo'la yo'q qilaman." Vork o'zining dahshatli energiyasini chiqardi. Saroy devorlari titray boshladi. Shiori: "Juda kulgili. Tuya hammomni orzu qilgandek qul xo'jayinini yo'q qilgisi kelibdi-da." Shiorining tanasida qandaydir qora kuch to'lqini ajralib chiqa boshladi va Shiori oldingi hayotida ko'rinishga kirdi. Shiorining bo'yi cho'zilib, sochlari zulmat kabi qop-qora tus oldi. Uning ustidagi maktab formasi o'rniga qadimiy naqshnigar qora sovut va hukmdorona yopinqich paydo bo'ldi. Ko'zlari qirmizi rangda yonib, butun saroyni Vorkning energiyasidan ustun keluvchi dahshatli bosim bilan to'ldirdi. Silya qilichini ushlagancha ortga tisarilib, hayratdan qotib qoldi. Demak, uning haqiqiy kuchi mana shunday ekan-da. Hattoki qahramonlik davrimda ham bunday qudratni his qilmagan edim. Vork qo'lidagi qilich titray boshladi, ovozi esa qaltirab qoldi: "Yo'q, bu bo'lishi mumkin emas. Sen o'lik eding. Bu tanani qanday boshqaryapsan?" Shiori ovozi daryoning gupillashdek vazmin va haybatli: "Vork, sen bir narsani unutding. Men soyalarni boshqarmayman. Men soyalarning o'ziman. Mening qilichimni ushlagan qo'llaring kofirlik qilmoqda." Shiori o'ng qo'lini Vork tomon cho'zdi. Vorkning qo'lidagi zulmat qilichi kutilmaganda olov ichida qoldi va o'z soxta xo'jayinining qo'lini kuydira boshladi. Vork baqirib yubordi: "Ah, la'nati qilich, qo'yib yubor!" Qilich Vorkning qo'lidan otilib chiqib, havoda aylanib to'g'ri Shiorining qo'liga kelib qo'ndi. Shiori qilichni ushlash bilan saroydagi barcha mash'allar qora rangda yona boshladi. Shiori Silyaga qarab: "Silya, bu xoinni jazolashimga xalaqit bermang.
U mening xizmatkorim edi. Uning jazosini ham o'zim beraman. Lord vahimaga tushib borish uchun jamlab Shioriga hujum qildi. Meni osonlikcha yenga olmaysan. Men bu saroyni o'zgartirdim. Shiori: tushunarlimi? Bu saroyni qurdirishdan oldin ipidan ignasigacha hamma narsani rejalashtirib chiqqanman. Saroyning tafsili, ikkinchi darajali himoya, dushman sehrini muhrlash. Gaplardan so'ng butun bir saroyni tashqi tomondan qoplab oldi va Vork sehrdan foydalana olmay qoldi. Vork bor kuchi bilan sehrini chaqirishga harakat qildi, lekin uning qo'llarida na qora olov, na zulmat energiyasi paydo bo'lmadi. Saroyning devorlaridagi qadimiy naqshlar binafsha rangda porlab, holadagi barcha sehrli zarrachalarni so'rib olayotgan edi. Vork dahshat ichida qullarga qarab: nima bo'lishi mumkin emas, mening barcha kuchim yo'q bo'lib ketgandek. Sen buni qachon rejalashtirgansan? Shiori sekin Vork tomon qadam bosib, qilichining uchini polga tekkizib beradi. Metalning ovozi butun zalda aks sado beradi. Men bu saroyni qurayotganimda bir kun kelib, sendek xoinlar paydo bo'lishini bilgan edim. Bu zalda faqat haqiqiy hukmdor, ya'ni saroyning kalitiga ega bo'lgan odamgina sehr ishlata oladi. Siga o'z sehrini tekshirib ko'radi. Uning ham qilichidagi oltin nur so'nib qolgan edi. Rostdan ham men ham o'z kuchimni his qilmayapman. Demak, hozir bu yerda faqat sen qurollangan va kuchga egasan, Shiori. Vork: hukmdorim, meni kechiring. Men shunchaki siz ketganingizdan so'ng dunyomiz parchalanib ketishidan qo'rqqan edim. Meni o'ldirmang, men sizga yana xizmat qilaman. Shiori Vorkning yoniga kelib, qilichini uning bo'yniga tiradi. Xiyonatni kechirish bu zaiflikdir, lekin sening jazoing o'limdan ham battar bo'ladi. Sen bu darvoza ichida qolib, men uni tashqaridan muhrlaganimda bu saroyning abadiy asiriga aylanasan, toki men qaytib kelmagunimcha. Sen bu bo'shliqda, yolg'izlikda qolasan. Darvozadan qaytish